هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hürmetlik körülmen qarindoshlar, biz Allah'ın izni bilen bundan keyin Qur'on nuri ostida Qur'on Kerim oyatlaridan tanlanma şekilde dersimizni boshlaymiz. Bugungi dersimiz Qur'on Kerimni qisqacha tonishtirish. Hammaga ma'lumki, Qur'on Kerim Alloh taolaning so'zi, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning eng jonli va eng mangulik mo'jizasi, musulmonlarning dasturi, islom qonunshunosligining asosliq manbai. Qur'on Kerim mu'minning dilini parlatadigan, yo'lini yuritadigan bir nur. Qur'on Kerim Alloh taolo tarafidan avval Lavhul Mahfuzga tushirilgan. Lavhul Mahfuzga tushirilganligi, Lavhul Mahfuzda yozilganlar o'zgarmaydigan taqdir va qazolar. Alloh taolaning buni Lavhul Mahfuzga dastlabda tushirganligi Qur'on Kerimning ta qiyomat o'zgarmaydigan va hech kimning o'zgartirilmaydiganligiga yana bir ishorat. Undan keyin Baytul Izzatga tushirilgan birinchi osmondagi. Bu to'g'rida inna anzalnahu fi laylatil qadr. Yana bir oyatda fi laylatin mubaraka. Biz Qur'onni Qadr kechasida tushirdik, nozil qildik deydi. Bu Baytul Izzatga tushirilganligi. Undan keyin 610-yili, miladiyaning 610-yili Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Qur'on Kerim nozil bo'lishga boshlaydi. Bu haqda Qur'on Kerimda Shahru Ramazanallazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi va bayyinatin minal huda vel furqan. Roza tutish farz qilingan sanoqli kunlar insonlarga yetakchi, hidoyat qilguvchi ve haq bilan batilni ayırgıcı, roşan ayetlerini öz içine algan Kur'an nazil buluşqa başlagan aydır deydi Allah Teala. Bu Kur'an Kerim'nin nazil buluşqa başlagan vakti. Kur'an Kerim bu vaktinin Ramazan'ın 17. günü değildi. Bazı rivayetlerde Ramazan'ın 21. günü ve 24. günü digerlermi var. Işqil Ramazan'da nazil bo'lganligi aniq. Şunu bilish kerak ki Qur'on Kerim birer texnika, fan texnika kitobi emas. U aqida, axloq, halal haram, muomala, oila tuzumi, davlat tuzumi va insonlarningki yashash tarzini belgilaydigan ilahiy kitob. Bu Qur'on Kerim fan texnikalardan bazı ma'lumotlarni yeb uçib birdi ve ularning izlanish yo'lini ochib birdi. Demek yani Qur'on Kerim umumiy qonuniyatlarning xususiy yeb uçini ko'rsatib birdi. Endi Qur'on Kerimninki nozil bo'lishi haqida İmam Muslim bir hadisni rivoyat qildi Ayşe radhiyallohu anhadan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kichik vaqtidan boshlab ishonchlik Muhammad degan unvon bilan tunulgan, hem ishonchlik hem güzel axloqi bilan butqa cho'qinib boqmagan qat'iy. Payg'ambar alayhisalom shuda bir jaholat yayilib ketgan bir jamiyatda cho'ng bo'lganlikdan bu jamiyatdagi ahvollar, insonlarning butqa cho'qinishi, xurofotlar Payg'ambar alayhisalomni hayron qoldiradi. Shunga xoli yerlarga berib tafakkur qilishni, qanday qilsam bir Allah Teala'ga doğru şekilde ibadet kılgıl buldu degandek tefekkür kılışını yaxşı göretti. Şuna olan Mekke'deki Gari Hira'ga yemek içmeklerini elvelip şu yaketi bir qancha gün oturattı. Yemek içmeklerini tügep geçse kin yani kilip
Hadice radhiyallohu anhaga tayyorlatib, yana elib ketadi. Shu kunlarning birida Jibril alayhissalom kelib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga gelini siqib turib o'qu deydi. Endi bu shu hadisda shunday keladi. O'qu deydi, men o'qiyamayman deydi. Yani o'qu deydi. 3 qatim gelini siqqandan keyin undan keyin Jibril alayhissalom o'zi iqra bismi robbikallazî xalaq xalaqal insani min alaq iqra robbukal akram allazi allama bil qalam degan Alaq surasining 5-dagi 5 oyatni o'qib berdi. Shundan keyin Rasululloh uyga qo'rqinchida qaytib bordi. Ay Hadice radhiyallohu anha deydi, men bak qo'rqib ketdim, meni yo'gab qo'ying deydi. Biroz yo'gab qo'ygandan keyin undan keyin o'rnidan turdi. Undan keyin bo'g'a voqealiklarni aytib berib, men qo'rqyapman degan Hadice radhiyallohu anha deydi. Andoq emas. Siz insonlarga yordam qilasiz, ojizlarni yulaysiz, mehmonlarni hurmat qilasiz. Siz yaxshi adam, Alloh taolo sizni xor qilmaydi deydi. Shuning bilan Hadice anha o'zining tog'isi Varaqa ibn Nawfal degan kishining yeniga Rasulullohni apurdi. Varaqa ibn Nawfal degan yeshi bek cho'ngib ketgan, o'zi yashinib qolgan va ama odam, o'zi xristian diniga e'tiqod qildi ekan, jiq Injilni, samaviy kitoblarni o'qib turadigan odam ekan. Rasululloh o kishiga o'zining beshidan o'tgan ahvollarni bayon qilib bergandan keyin u deydi, bu Musoga kelganning o'xshashi bu. Kashki men yosh bo'lgan bo'lsam shu chaqda va men hayot bo'lgan bo'lsam qavming seni yurtingdan qo'g'lab chiqargan chaqda sana yordam qilardim deydi. Rasululloh hayron qoldi. Bu meni qavmim rost qo'g'lab chiqaramdi deganda, ha, seni haydab chiqirdi. Shu chaqda men yosh yigit bo'lgan bo'lsam yoki hayot bo'lgan bo'lsam sana yordam qilardim deydi. Demak, Rasulullohni qavmi bak yaxshi ko'radi. Rasulullohmi qavmini yaxshi ko'radi. Faqat shu islom dinini elib kelgandan keyin sen yangi dinni elib kelding, ota-onamizningki burundan tortib kelgan Budda dinimizni o'zgartmoqchi bo'lding debla qarshi chiqqan gap. Bo'lmasa Rasulullohningki rostchilligi, axloqi uni gap yo'q endi. Uni Rasulullohni yaxshi ko'radi. Shuni anglaydi. Undan keyin vahiy bir zaman to'xtab qoldi, keyin yana shu vahiy davom qildi. Bu vahiyninki kelishi shunday boshlandi. Endi vahiy degan nima aytsak, vahiy degan Alloh taoloninki payg'ambarlarga beradigan ta'limoti. Bu ta'limot har xil shaklda bo'lgan endi. Muso alayhisalomga masalan pardining nimani oqisi gap qilgan. Rasulullohga farishta avatish orqali gap qilgan. Har xil shaklda bu amalga oshgan. Endi vahiyninki eng muhim bir xususiyati vahiy bilan uchrashgan dastlabki insonlarni tubdan o'zgartib, ularning axloqini, yashash tarzini, ideyasini, hamma narsani o'zgartib, uni yangi boshdan boshqa bir inson qilgan. Dunyoning oqisi qolgan, dunyoda boshqa millatlar millat qatorida ko'rmagan shundoq arab xalqini vahiy shundoq azizlikqa erishtirgan. Ularning hayotini ulgulik, boshqalarga ulgu bo'la oladigan, boshqalarga yaxshilikni ulgutadigan bir hayotga o'zgartgan. Demak, endi zot vahiyning g'oyasi insonni markaz qilgan bir hayot, iymonni markaz qilgan bir hayot, ilm, ma'rifatni markaz qilgan bir hayot. Bir iymon va haqiqatni markaz qilgan ilm, ma'rifat edi. Shaksizki haqiqatning manbasi Alloh taolo. Vahiyning ruhi bilan parlaq bir hayotga erishgan sahobalar barliq axloq, fazilatda, haqiqatni bayon qilishda, haqiqatni ochiq jakarlashda fidokorliklarni yaratgan. Qur'on Karimni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning eng mo'tabar mo'jizasi deymiz endi. Endi mo'jiza degan nima? Mo'jiza degan boshqalarning ashunga o'xshashni qila olishdan to'sab qo'ydigan, boshqalar qilolmaydigan ish degan bo'lsa, odatdan sirtqi ish yoki xoriqa odat ish endi. Bu mo'jiza payg'ambarlarga nima ish qidirdi? Payg'ambarlarning rostilla Alloh taoloning elchisi, Alloh taoloning avatilgan elchi ekanligini isbotlash uchun, xalqqa isbotlab berish uchun Alloh taolo ularga
mo'jiza bergan. Endi bu mo'jizalar zamonning va makonning sharoitninki taqozosi qarab har xil bo'lgan. Masalan, Muso alayhissalomga berilgan mo'jiza qo'lininki oppoq bo'lib yenishi, hassisining ajdarhoga aylanishiga o'xshash. Masalan, Iso alayhissalomga berilgani oq kasalni saqaytishi, hatto Allohning izni bilan o'ligini tirildirganligi o'xshash mo'jiza. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Qur'on Karim boshqa mo'jizalarni berilgan. Masalan, oz tomoqning ko'p kishiga yetishi, oz suvninki nurg'un kishilarning tartilishiga yetganligi deganga o'xshash. Ammo eng asosli mangu davom qiladigan mo'jiza Qur'on Karim mo'jizasi deymiz endi. Endi mo'jizalarning bunda o'xshash bo'lmasligi Alloh taolo o'z hikmatiga asosan har bir zamonda eng uchiga chiqqan va boshqalarga o'zini ko'rsatgan, taraqqiy qilgan narsaning jinsidan bo'lgan, oshini yengib tushib Allah'ın peygamberinin haq ekanligini isbotlab turish uchun masalan Musa alayhissalomning zamonida sehrgarlik haqiqatan avj olgan zaman ekan. Shunga Fir'aun Musa alayhissalomga tankilanmay sehrgarlarni chaqirib keldi. Shu vaqtida Misr zaminida nurg'un sehrgarlar to'planib biya keldi masalan. Ashunda o sehrgarning zamoni bo'lgan ekan, shu sehrni besib tushadigan sehrni sihir ekanligini o'ttirg'i chiqirdigan bir mo'jizadir. İsa alayhissalomning zamoniga kelgan chaqda tibobat, meditsina taraqqiy qilgan zaman ekan. Shu o zamanda hech kim saqaytolmagan baras kasalni, oq kasalni saqaytadigan ashuna mo'jizalarni bergan Alloh taolo. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamoniga kelganda arablar adabiyotda, she'riyatda haqiqatan shu uchiga chiqqan endi. Yani en taraqqiy qilgan, hatta ular o'zini arab tili ravon degan gap arab degan, boshqalarni ajam, ya'ni gacha yoki tili ravon emas, shu darajaga yetgan. Eng yaxshi yozilgan she'rlarni Kabaga esib qo'yib faxrlanadigan gap endi. Ular ijtimoiy jihatdan tarqoq, siyosiy jihatdan urushqoq, iqtisodiy jihatdan fikr shunday o'tgan bir xalq bo'lganlikdan hamisha qabilavozlik urushlari davom qilib turadigan gap. U urushlarning to'liqsida she'r o'qib, she'r bilan birisini tushirish, birisini chiqarish, she'r bilan ko'tariladigan, she'r bilan tushadigan ashundoq bir zamon. Saudiya Arabistonining shu chog'dagi Okaz degan yerda, hozir Makka Taifning o'tirisidagi bir joy endi. Shada cho'ng bir bozor bo'ladigan gap. Doim shada she'r musobaqasi, mahoratlarni ko'rsatgan gap. Endi ba'zi qabilalarning shu chog'da shu she'rni noitibak maqtanish bilan o bazı qabilalarning obro'yi ko'tarilib ketgan, bazı qabilalarning obro'yi tushib ketgan. Ashundoq bir zamon endi. Shundoq zamonga loyiq holda Alloh taolo Qur'on Karimni nozil qildi. Qur'on Karimni nozil qilganda arablarga munozara e'lon qildi. Qur'onga o'xshash bir oyatni keltirib beringlar dedi. Keltirmadi. 10 oyatiga o'xshash 10 oyat keltirib bering dedi. Keltirmadi. Emas bir sura keltirib bering dedi. Keltirmadi. Hech qaysi keltirmadi. Shu zamonlarda shu talantli shoirlar va mashhur adiblar batırıp ular keltirelmedi. Şununla Kur'an Kerim'deki haqiqiy mo'jiza ekanligini, insonning so'zi emas, Allohning so'zi ekanligini ular shu chaqda e'tirof qilgan bo'ldi. Endi Qur'on Kerim'deki mo'jizasi bu birla vaqtda hem risolani hem mo'jizani o'z ichiga olgan bir kitob endi bu. Risola deganimiz burunqi Tavrat, Injil, Zabur shulardan bo'lgan Alloh taolaning ta'limoti, ma'nodan shu ta'limotlar. Ammo ayni vaqtda şu kitapның özü möcüze bo'lgan. Burunqi Tavrat, Injil boshqasi möcüze emas, ularning boshqa möcüzesi bo'lgan. Ammo Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam möcüzesi shu, risolasi shu. Yana biri Qur'on Karim birla vaqtda aqlga va hissiyotga xitob qildigan. Masalan, ya ayyuhallazina amanu degan xitobdan boshlasak, iymon etganlar, iymon etganligingni esingizda bo'lsin deb masalan bir narsani farz qilmoqchi bo'lsa yoki bir haromdan to'smoqchi bo'lsa, Müslümanların ki o müminlerin iman etken mümin ekanligini xotirlatib turib xitob qilishga o'xshash masalan. Qisas oyatida qisas og'uchi va qisas iling'uchi har birini ahika qarindishing deganga o'xshash bunday nihoyatda mehribonlikni, yumshoqlikni talab qiladigan lafzlar bilan xitob qilganligi masalan. Nurg'un misollarni buningda. Demak, xitob aql bilan hissiyotga bir anda xitob qildigan shunday bir kitob bo'lganligi uchun buning ta'siri intayin zo'r bo'lgan endi o'z vaqtida
hatto mushriklar Qur'onni anglamanglar, anglamay eshitiratinglar degan darajaga yetgan. Qur'onning ta'siridan qo'rqib shunda bo'lgan. Endi Qur'on Karim shu darajada shundoq bir Allohningki kalomi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning mo'jizasi. Endi bu Payg'ambar islomga shu G'ari Hiroda nozil bo'lgandan boshlab keyin bir 15 kun vahiy to'xtab qoldi, uni keyin davomlashtirdi. Shu bo'yicha Qur'on Karim Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nozil bo'lib turdi. Az-azdan nozil bo'ldi. Bu Payg'ambar islomningki yodlab olishi va mu'minlarningki shu tushgan oyatlarga amal qilib menishni o'rganish, o'zini chiniqtirishi uchun shundoq bo'lgan deydi olimlar. Az-azdan nozil bo'lgan. Payg'ambar alayhisalom endi buni qanday saqlagan? Payg'ambar alayhisalom ikki usul bilan saqlagan. Biri o'zini yodlagan va qarilarga, nurg'un sahobalarga yodlatgan. Yana biri maxsus katiblar bor yanida. O'zi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zi xat yozishni va o'qishni o'rganmagan. O'zi yozib o'qishni bilmaydi. Sahobalardan nayt hushyor, qochirib atmay yozadigan, aqlli, taqvodor, salohiyatli aynan kishilardan bir qancha katib bo'lgan. Bu katiblarningki eng beshta Zayd ibn Sabit. Shular Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degan vaqtida va hikoyaga vaqtida hemen yozdirdi. Ular terilarga, qovzoqlarga aynan yozib saqlagan hamda. Bir tarafdan Rasululloh ularga yodlatib saqlagan, shu ikki usuldan saqlagan. Hatto Rasulullohning yodlashga oldirib ketganligiga la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jam'ahu va qur'ana fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ya'ni Jibril sana Qur'onni o'qib turayotganda sen uni yodlab olish uchun oldirib tilingni midirlatmagan, xotirjam bo'lgan biz Qur'onni uni sana to'plab beramiz va seninki qalbingga o'rnashtirib beramiz deb Alloh taolo uni xotirjam qilgan. Shunda qilib, shunda nozil bo'lib turgan ki her Ramazan'da Cibril aleyhisselam kelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nazil bulab bo'lgan oyatlarni üzümü Resulullah'ni o'qitib, üzümü o'qib, bazı o'ngshaytqayan o'ngshab ashda qilib bergan. Eng oxirgi Rasululloh vafot bo'lgan yili Ramazan'da 2 qatim Qur'onni tamomlagan deydi Cibril aleyhisselam bilan. Shuning bilan birga Rasululloh shu vaqtda sürülərninki tərtiblərini özü belgilab bergan Cibril aleyhisselam ko'rsatishi bo'yicha shu Qur'on Karimninki bu Qur'on Karimdagi tartib Qur'on Karim nozil bo'lgan vaqtdagi tartib emas. Agar unda tartib bo'lgan bo'lsa, Alaq surasi birinchi sura bo'lishi kerakdi Qur'on Karimning. Unda emas. Baqara sura Fatiha Qur'on Karimning birinchi surasi bo'lib bekitilgan. Bu Rasulullohninki ko'rsatmasi bilan bo'lgan, ulamolarning ijtihodi bilan bo'lgan ish emas hamda. Onundan keyin Qur'on Karimni Payg'ambar alayhisalom aynan saqladi. Endi Qur'on Karimninki kitap haliga keltirilishi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lib ketgandan keyin Yamamedagi ba'zi arab qabilalari murtadlik e'lon qilib, birinchi bo'lib zakotni bermaymiz deb xalifaga qarshi chiqib, shunda qilgandan keyin ularga xalifa urush e'lon qildi. Shu jarayonda, masalan, shu urushda 70 dan ko'p qorining shahid bo'lib ketganligini so'zlaydi hamda. Demak, shu chog'da shu Qur'onni yodlagan qorilarniki intayin jiqliqini ko'rsatdi bu. Umar ibn Xattob deydi, bu Qur'on bunda olab, bu zoya olib ketishi mumkin. Biz buni to'plab qo'yaylik deydi. Bu to'plash ishi bir bid'at ishdak tuyuldi xalifa Abu Bakr roziyallohu anhuga. Chunki Rasululloh bu vaqtda qanday bir masala bo'lsa, Rasululloh o'zi fatvo beradi, o'zi unga hal qiladi masalani. Rasulullohdan keyin bu xalifalar hammasi Qur'onni hammasi yaxshi yodib biladi. Rasulullah'ningki qanday hukm qilganligini, qanday buyurganligini hammasini yo'lini biladi, shunda bo'ladi. Keyin insonlar İslam'nınki dairesi biraz köpeyişki başlagandan keyin insonlar musulmon bo'lgan insonlar köpeyişki başlagandan keyin bu endi kitap haliga keltirib boshqalarni o'qib andin shunda qilishga bir ehtiyoj tug'ilgan, zaten shunda bo'lishi kerak endi. Eng oxiri Umar ibn Xattobning fikriga muvofiq kelib Abu Bakr roziyallohu anhu o'sha Rasulullohning maxsus katibi bo'lgan Zayd ibn Sabitni mas'ul qilib bir katiplar cemiyeti, bir katiplar komiteti yoki Kuttabil Vahiy komiteti deydi endi. Shuni tashkil qildi. Uning da shu mashhur, yaxshi, nayt zirak, taqvodor va hushyor aynan sahobalardan tanlaydi. Tanlab ular Qur'on Karimni Rasulullohning uyidan akilib,
Umar ibn Hattab radhiyallohu anhuning qizi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayol bo'lgan Hafsa radhiyallohu anhuning uyida saqlangan Qur'onni akilib hammasini ular to'playdi. To'plashda qorilarni yig'ib, katiblarni yig'ib, katiblarning har bir oyatni yozishda, qovzoqlardan Rasulullohning uyidagi har bir oyatni yozishda shu katiblardan ikki kishini qasam qildirib, mushuni Rasululloh yozdirganmi? Yozdirgan. Qasam qildirdi. Uni qorilarga o'qitdi. O'qitgan qorilarning yodlig'iga o'dil kelsa, Qur'on deb yozdi. Ashunda hushyorlik bilan saq bir yil ketdi. Bir yilda buni to'liq bir kitob holiga keltirib, yana uni Rasulullohninki Hafsa radhiyallohu anhaga yana qaytirib, yana saqlaydi shuni. Saqlaydi endi. Uningdan keyin Osman ibn Affan radhiyallohu anhuning davri kelgan vaqtida bu zaman 3-chi xalifa. Shuning zamoniga kelgan vaqtida Qur'on Karimning endi Alloh taolo o'qib, o'rganish uchun tushirgandan keyin buni bir nusxalantirib, ko'paytirib, ko'chirib, jiqroq boshqa yerga avatish mundaq nima qilish maslahati bo'ldi. Buni Huzayfa ibn Yaman radhiyallohu anhu xalifa Osman ibn Affan radhiyallohu anhuga deydi. Ölüm alımı şu çağda bunu muvaffak geldi. Şunu Hafsa radhiyallohu anhadan ekilip Kur'an-ı Kerim'ni nuskhalandırdı. Okşaş küpeydi. Küpeytip bir rivayette 5 deydi, bir rivayette 7 deydi. Bunun dinkin bir nuskasını yüzünün yanında kap koydu. Bir nuskasını Hafsa radhiyallohu anhaga berdi. Birini Bahreyn, Mısır, Şam degan yerlarga birdan qari qo'shib Qur'onni avatib turdi Osman radhiyallohu anhu. Endi Osman radhiyallohu anhuning shu chaqdagi shu nusxalangan shu Qur'on hamda Mushafil Usmani deb tunildi hamda Qur'on Karimningki eng oxirgi, ya'ni shu nusxasi hamda u mu'tabar nusxasi shu. Shu nusxadan boshqa hech qanday nusxa qabul qilinmaydi hamda shu chaqda birlashtirdi. Uningdan keyin buni şu shaharlarga, bir qancha shaharlarga anda avatib vazifani ado qildi. Endi nusxa Osmani degan biz kichik vaqtimizda bu sahifasi tamam, ya'ni har bir betning ostida oyat tugatgan Qur'on nusxasini buni Qari Qur'onimi deb qo'yatdik. Buni Osmani Qur'on deb biz bunda deydik. Amaliyotda Osmani Qur'on shu Qur'onning o'zi shu hamda. Osman radhiyallohu anhuning zamonida ko'chirilgan Qur'onning bir nusxasining hozir Madina Munawvara shahrida borligi, yana bir nusxasi Istanbuldagi muqaddas omonatlar sarayida saqlanganligi, yana bir nusxasi O'zbekistondagi musulmonlar idorasidagi ishxonasida bir eynek sandıqda saqlanganligi ma'lum endi. Shunda qilib Qur'on Karim şu Qur'on Karimning o'zi Osman radhiyallohu anhuning shu chaqdagi ko'chayotgan boshqa shaharlarga avatgan shu nusxaning o'zi hozirgi zamonimizda dunyoning har qaysi joylarida nashr qilinib taqdirlangan Qur'on endi. Bu Qur'onning bir harfiga chaqliq hech qanday narsa o'zgartirilmagan. Endi Alloh taolo shunda saqlaganki, hatto va'da qilgan endi. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Qur'onni biz haqiqatan biz nozil qildik, uni cho'qim o'zimiz qo'g'daymiz. Alloh taolo mushunda qo'g'dab kelgan. Endi biz musulmonlar o'ylab qolamizki, Qur'onni biz qo'g'dayapmiz, masalan, qorilar yodlab dilni qo'g'dayotdi, kishilar Qur'onni matbaalarda besib taqdim qilyotdi. Bu endi o'zimizningki ibodat qilishimiz uchun, o'zimizning foydalanish o'zimiz uchun qilgan ishimiz, lekin Qur'onni Alloh taolo qo'g'dayotdi. Endi Qur'on Karim ajda bir kitobki, uningki lafzini o'qish bilan ibodatning savobini topamiz. Bir harf o'qiganga 10 savob. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam alif lam mim bunu bir harf dememi, 3 harf deyme. Her bir harf o'qiganga 10 savob yozildi degan. Demak, alif lam degan mim degan odamga 30 savob yozildi degan gap endi. Bu hech qanday bir samoviy kitob, dunyoda hech qanday bir kitob o'qiganga savob yo'q. Hatta Rasulullahning sahih hadislarini o'qiganga savob yo'q. Tavratni o'qiganga savob yo'q. Tavratni o'qiganga savob yo'q. Amal qilganga savob bor. Biroq Qur'on Karim ayndaq ulug' bir dastur, qiyomatgacha o'zgarmaydigan insoniyatning bir saodat dasturi bo'lganligi uchun Qur'on Karimning ma'nosini bilmasimi, shuni o'qiganga shunda savob bo'ldi. Ammo asosliq maqsad o'qish uchun emas.
Kitabın enzalnahu ileyke litukhrijan nase minez zulumati ilen nur. Kitabını sana biz nazil kıldık. Kişilerini küfrün zulümetlerinden imanın nurunu çıkarışın için. Yani Kur'an emel kılış için nazil olan kitap. Ulu-uluqıdan hamda ma'nisini bilmesin, okusa savab bo'ldi. Ama ma'nisini bilib o'qish ve onunla amal qilish asosli maqsad. Qur'on endi tilovat qilinadigan birdan bir kitap. Dunyoda hech qanday bir kitap bundaq tilovat bundaq jiq o'qilmaydi. Hatto nayt qiziqarli, nayt yaxshi romanlarni 2-3 qatim o'qisa, haqiqatan jiq o'qisman. Uni zirkish paydo bo'ldi. Lekin Qur'onni qanchalik jiq o'qigan sari, qanchalik jiq bu Qur'on bilan birga bo'lgan sari odam zirkmaydi. Buni tajriba qilganlar biladi, ya'ni musulmonlar biladi buni. Qur'on ashundoq bir zirktumaydi insonni. Har qatimda yangi his tuyg'ularga, yangi ma'nilarga adamni boshlaydi ve adamniki ufqini kengaytirdi ve Allah'a bo'lgan yaqinligini, Allah'a bo'lgan taqvoligini oshirdi. Qur'on ashundoq bir mo'jiza, har tarafdan mo'jiza hamda buni. Bu birkaç minutlik programda hemen sözlep bo'lmaydi. Qur'on ashundoq bir mo'jiza. İnsanlarning diliga ta'sir qilishda, insonlarningki qalbini unga jalb qilishda, boshqalarningki buni o'zgartirmaslikda, hamma tarafdan deb kelsak, ashundoq bir mo'jiza. Endi Qur'on Karim hozir uyimizdami bor, telefonimizdami bor, masjiddami bor, qayerga borsak Qur'on bor. Qur'onning biratal Qur'onningki yenimizda bo'lmaslik problemi, müşkilisi yok hazır. Her qanday yerda Qur'on urulisha olamiz. Ama şu 80-yillar mesela ben Qur'onni yodlagan yillarda, ben 3 yilda Qur'onni yodlagan, 3 yil jarayonida 11 Qur'on almashtirgan. Çünkü bizde yüzümüzde şu Mushafil Osmani degan sahifasi tamam şu Qari Qur'oni bizde yok bo'lgan. Bizning oyda Shanxayda besilgan bir Qur'on nusxasi bor ekan. Ama o qarilikda Qur'on yodlaganlar biladi, şu sahifasi tamam Qur'on kerak. Anda bo'lgandan biz boshqalarni so'raymiz. İnsanlarda bor saqlab qo'yaqlar, hamda saqlab qo'yaqlar. Biroq Qur'onni setish deyotgan yo'q. Har qancha muhtoj bo'lib kelsa-mu, bizning xalqimiz Qur'onni pulga sotadigan ish asosan yo'q hamda. Anda bo'lgandan biz Qur'onni talab qilsak, o'qib olayang deydi. Tamam bir iş 3 ay okup boğan iken onun ya nevresi ya balası okuyduğun buldu. Onun o Kur'an'ı ev aldı. Yani biz sizin tep ekilimiz böyle yazılardı. Kur'an bağmış da şunda uzakta verip gelip ekip yani bir ay yıl ya yarım yıl okup okuyan iken hem bizi kireklap kaldı dedi. Çünkü yani onu setip beğenmegen biz gibi tügeldik beğenmegen okuyalım deyip bakın. Aynen şunu okşar. Ustazımınki yüzünki şu Qari Kur'an'ı battı. Onu en ahırı Kur'an tapamay ayda kılgan iken muşunun yadlığını deyip aşında beğenken Ustazımınki balası bilan bile savaqdaşdı ekan. Ustazımın balası bilan yaxshi o'ssak, çatak yo'qdi. Balası urushib qalsa, balası mendan ev oldi, dadamning Qur'oni bu deb. Shunda demak hamda 11 Qur'on almashtirib, shunda jafosini tortgan, eng oxir Qur'onni yodlab tugil yarim yil qolgan vaqtida bozorda bir shu sahifasi tamam, shunda Qari Qur'onni birini uchirtib qoldik. Onu şu zamandan pulda dadam 95 yuanga ep berdi. Dadamning maaşı, dadam belediyede işleydi. Dadamning maaşı şu vaqtda 80 koydu. 80 yuanda 95 koyup onu ep berdi. Biz hem de şu bir yer g'oyibdan oltin tep bo'lganda shunda qattiq xo'shilib ketgan shunda. Demak hamda Qur'onningki qadri bizga shunda o'talgan hamda. Hamda hozirgi zamonda bu Qur'on yo'qlik xafalik yo'q, o'qimaslik xafaligi bor hamda. Shunga Qur'onning qadrini bilaylik deymamda, shuni degim keldi. Hürmetli ko'rarmanlar, programma bugun mushada oxirlashidi. Chunki mushu darsimizda Qur'on Karimni faqat tonishtirish uchun ajratgan buni. Qur'on Karimni tonishtiramiz. Keldigan darsimizda Qur'on Karimning tafsiri haqida so'zlaymiz inshaalloh. Diqqat qilib ko'ngil bilib anglag'inglarga rahmat. Alloh taolo hammamizdan rozi bo'lsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.